Allohim, men o'zimdan uyalaman. Men qilgan gunohlarimni eslashga ham uyalaman. Ammo sen hech narsani unutmagansan. Men namozni unutdim, kechiktirdim, shoshildim va ba'zida tark qildim. Men quloqim bilan g'iybat eshitdim, jim qoldim, to'xtatmadim, til bilan sherik bo'ldim. Men ojiz bandalarga qarshi qo'pollik qildim, mag'rur bo'ldim. Men g'iybat qildim Allohim. Ba'zida kulib, ba'zida jiddiy, ba'zida oddiy suhbat deb o'ylab, biror kishining yo'qligidan foydalanib hurmatini yerga urdim. Men yolg'on gapirdim. Haqqi bor joyda haqsizlik qildim. Qasamlarim yolg'onga aralashdi. O'zimni oqlash uchun boshqasini qoraladim. Allohim, men har kuni gunoh qildim. Ba'zan bilib, ba'zida bexabar. Ba'zan yuragim og'rib qildi. Ba'zan qiyg'os kulib. Ey mehribon Robbim, endi yetar. Yetar jinoyatlarim, yetar qilmishlarim. Allohim, men kechirim so'rayman. A'zolarim guvohlik berganida qayerga yashirinaman? Ey tavbalarni qabul qiluvchi zot, u tavba qildi va biz uni qabul qildik degan bandalaring safiga qo'shgin. Shundan umidvorman. Alloh bilan chin dildan gaplashishni istasangiz, qalblaringizga sokinlik olib kiruvchi, sizga to'g'ri duo qilishni va duoning ilmlarini o'rgatuvchi 7 soatlik audio kitob tayyorlab qo'ydim. Audio kitob nomi Duo anatomiyasi. Biodagi havola orqali o'tib olishingiz mumkin.